Assalomu alaykum, Malina Ejivika ishqibozlari. Nasib bo'lsa 21-iyun sanasida ejivikalarimizni terimini boshlaganmiz. Mana holatlar, mevalar yirikligi, ta'mi juda zo'r. Ko'pchilik oldingi videomizdan adres so'rashibdi. Samarqand viloyati Tayloq tumani Bog'izog'on o'rta qishloqda. Sortimiz Trayne Corona, Amerika sorti. Sifati o'ta ham yaxshi, ta'mi ham. Ko'pchilik 30 kilogacha hosil bermaydi deb kommentariy yozganlar ham bo'ldi. Keyin ta'mi yaxshi emas, 2-3 yilda mevalar yirikligi yo'qolib, kichrayib ketadi dedi. Mana shu holat hozir hech narsa ozuqa berilmagan holat. Past dozada azot bilan fosfor, sulfat amonni yegan faqat. Past dozada bu mevaga, bu ko'p mevaga u berilgan ozuqa doza berilmadi hisobda. Shu holatda ham mana shunaqa chiroyli holatda meva berib turibdi. Videolarimizga like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib tarqatib qo'yamiz. Nasib bo'lsa barcha Qulupnay Ejivika ishqibozlariga mana shu narsalarni ko'rsatib, yoritib boramiz.